sizlarga shunday maqtangim kelibdi. Shu piyonlarim ochilganini ko'rsatgim kelibdi. Hamma joyga piyon ochilib tugadi, lekin menga endi ochildi bu piyonlarim. Bu mo'rchalar bir ketay demaydi buni qarang. Qizilligini qarab, bordoviy qizil. Siyoh rangmi? Siyoh rang, по-моему. Siyoh rang. Pippiqliqcha. Bular endi ochiladi. Nasib etsa birdan ochiladi. Shu 3 kunga tugay. Shuncha kutganimiz. Buni go'zalligi. Bular ham tap-tayyor bo'lib turibdi ochilishga. Krasota bo'lib. Judayam chiroyli irisdi. So'nggi gullari bu irislarni ham. Bular ham tamom. Shu bilan kesib tashlaymiz bu butarlarni, bu ochilganlarni qarang. Butarlari. Bahorda boshidan boshlab iyungacha ochilib berdi bu janavarlar. Boshqa butoni qolmadi yo'q. Tamom. 3 kundan bozin ochiladi. Bu pomidorlarim. Garshukka ekkanman. Pomidorlarni garshukka ekilgan. Gullamoqchi bo'lib turibdi. Shuncha joyga ekkanman. Irislar so'ngisi. Mana bu irislarni xoli qilishim kerak, boshqa joylarga olishim kerak. Judayam ko'payib ketgan, qalin bo'lganini qarang. Bu piyonlarim va nihoyat ochildi. Bu piyonlar va nihoyat ochildi. Mana shunga juda ham xursandman. Chiroyli bo'lib ochilgan. Bu nima? Ana bu gortenziyani chirinka qilganim. Shunaqangi chiroyli bo'lib turibdi. Jam bir o'zgarish bor. Tay quruq nam. Bu yopib qo'ysak bo'ldi. Baklashgacha suv solish ham kerak yo'q. O'zi ispar bo'lib nima ko'karadi nasib etsa. Bu yerga oqini ekkanman. Ana u tarafga qizili. Shunday xoli qilib ekkanlarimdan bular. Bu esa yana o'sha mashhur va ma'lum siyoh rang piyonim. Ertaga bular ham ochilib beradi, chiroyli bo'lib. Nima sababdan buncha mo'rcha tushadi piyonga? Mo'rchalar. O'ynab yuribdi bular. Men hozir kan gullarini bitash qilaman. Juda ham o't bosib ketgan. Mana bu chaqimchi gulmi? Bilmadim. Shu chaqimchi gul deydilar. Shunaqangi chiqqan. Endi bu chaqimchi guldan bir donagina kancham. Yerlarni tozalab olmasam juda ham nima bo'lib ketgan, o't bo'lib ketgan. Gul qayerga, o't qayerga bilib bo'lmaydi. Nima? Kommentlar uchun kattakon rahmat. Iliq tilaklar uchun juda ham xursandman. Duolaringiz uchun alohida rahmat aytaman. Hammalaringiz Allohdan xudo bo'linglar. Podpiska uchun kattakon rahmat. Likelarni ayamanglar. Podpiska bo'lib qo'yinglar azizlarim. Juda ham xursand bo'laman. Nima? Ishim tugamaydi-da. Har kun ishdan chiqasiz, gullarga qaraysiz, gullarga parvarish kerak. Bularga 1-2 kun qaramay qo'ysangiz, o'zini yo'qotib qo'yadi. Chirinkalarim bor, qancha gortenziya, ularga qarab turishim kerak. Kitayskiy rozadan chirinka qilganman, bir 10 tadaymi, 20 taday. Oddiy naborcha borku, одноразовый. Shuni teshib tagini.
biyagonni solib ustidan salfan kiydirib qo'yganman. Bir vaqtimgacha ko'rsataman ularni. Sizlarga bir maqtanaman-da azizlar. Shunaqa. Hammalaringizga kattakon rahmat. Kanalim kuzatishda davom etinglar. Bu yerlarni o'tini yulgan bilan o'ti tugamaydi mana. Cho'piqcha qilamanda. Nima yozibdilar, lapotka bilan ana bu qiling, ketmon bilan choping. Ketmon bilan chopadigan joy emasda, asta-asta yerlari juda ham yaxshi emas. Sekin-sekin odam qilamizda bu yerlarni. Begimizlar tashab, chirindilar tashab, yerlari hamma joyi bir xil emas. Ba'zi joylari yumshoq, ba'zi joylarini endi boshladim go'zallashtirishni, gulla ekishni. Juda ham toshlar bo'lib ketganda yerlar. Hosta ekkan joyim inimni juda ham yeri qattiq, lekin yamacha qilibman, обязательно chirindi biyagomuz tashab keyin ekkanman. O'ylamanglar bu shunaqa toshloq yerga o'sibdimi deb. Yo'q, anaqa yumshoq rixli biyagomizlar bor edi, shundan tashadim. Chirindi, keyin ekdimman. Bir boshdan boshlab hamma joyda tozalab chiqamiz. Yerning yuzini ochsa Allohim xursand bo'ladiki, qancha bu gullaga hayot bersak, shuncha bizani chiroyli bo'lib xursand qiladi.